Barchaga assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bolalar dunyosini adreslarini tushuntirib o'taman. Adreslari Urganch Yangiariq yo'lida, Go'ja Elotda, Go'ja Elida joylashgan bolalar dunyosini adreslari Yangiariqdan Urganchga qarab o'taverishda o'ng qo'lda joylashgan. Urganchdan Yangiariqqa qarab o'taverishda chap qo'lda joylashgan bolalar dunyosi. Yanında tunika sex bor. Bundan tashqari avto ehtiyot qismlari ham bor, magazinlari. Yan tarafda esa bolalar dunyosi. Shuningdek, yangi odam o'yinchoq desam ham bo'ladi. Haydash uchun akkumulyatorli, shuningdek traktorlarimiz. Ataga 3 million so'm shu bozor narxida, opton narxida yana. 4-5 million emas. Bundan tashqari velosipedlarimiz ham bor. Har xil narsaga qarab, katta kichkina qarab razmerlarini ko'rib turganlaringiz. Bolajonlarimiz bilajeklar, kursilar, kichkina 34 dollar. Bundan tashqari politsiya mototsikllar ham bor ekan. Bular ham narxi 1.750 ming so'm ekan. Yarasizlar shu bozor opton narxida olib ketasizlar. Shunda mahsulotlarimiz ko'p. Bugun yana toza tovarlar keladi. Bolajonlarimiz uchun shurda barcha narsa sizdan kutib qoladi. Bugun yana yangi tovarlar kelib, ertadan kelsangizda xudo xolasa toza tovarlar ham ko'rasizlar. Kiyim-kechaklar ham bo'yna xilma-xil. Oyoq kiyimlari, mana skuterlari, samokat deydimi. Xullas, bolajonlarimiz uchun barcha turdagi mahsulotlar, kiyim-kechaklar, o'yinchoqlari, beshik belanchaklari, shkaflari, kolyaskalari, mashinalar, o'yinchoq mashinalari hammasi shu yerda sizlar uchun turibdi. Bemalol kelaverasizlar.